Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Mana inshaalloh bizni masjidimizni poydevori birinchi tamal toshi qo'yiladigan kun ekan bugun payshanba kuni 18-iyul 2024-yil. Mana Toshkentdan kelgan mehmonlarimizni poy qadamlari bilan shunchadan beri kutayotgan ishimiz mana amalga oshish boshlandi. Inshaalloh undan buyog'i ilohim Allohim izn bersin. Tez kunlarda bu g'ishtlarni terib, gumbazlarni qo'yib olishlik nasibi ro'za aylasin. Allohim mana shu ishlarda bardavom bo'layotgan birodarlarim, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim hammangizga Allohim kuch-quvvat bersin. Mana shu masjidimizni ilohim bitirib, mana shu yerda ichida kirib namoz o'qishlik hammamizga nasib ro'za aylasin. Tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq, rizqinglar baland bo'lsin. Allohim ishimizni rivojini berib, mamlakatga mehmonlarni poy qadami bilan bo'layotgan ishlar amalda rivojini bersin. Har doim mashriqa birlikda, hamma gap birlikda. Birligimiz yo'qolmasin. Ilohim mana shu masjidimiz kelgusi yilga bitib, ichida quvonib namoz o'qishlik nasib ro'za aylasin. Alloh rahmat, sog' bo'linglar. Arifov. Oz gapiring. Mana g'ishni terish aniqlari bo'yicha tushuntirib qo'ysak bo'lardi. Nimaga 30 dollardan degan.